Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilarimiz. Tinchmisiz, salomatmisizlar? Biz bugun Namangan viloyat Chortoq tuman Koraskandamiz. Xo'p. Xonadonga Alpon Balasina fasonida barellarimiz o'rnatildi. Taglari grind qilingan ekan, juda ham o'ziga yarasha bir chiroyli holatda yarashdi bir-biriga. Ayni paytda tashqarida ishlarimiz davom etyapti, hali tugatilmagan. Gulxonaning atroflari, skameykalar qilinyapti. Hozir tanishtirib o'taman. Xo'p, xizmatlar vodiy bo'ylab tashkil qilganmiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz albatta ekranda bo'ladi. 10 dan ortiq fasonlari mavjud nejavikadan barellarda. Telefon qilganingizda bemalol narxlari va boshqa ma'lumotlar olishingiz mumkin. Fasonlar kataloglarini tashlab beramiz. Tanlab, o'zingizga ma'qul kelganini tanlasangiz, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz akalar. 10 yil garantiyasi bor, zanglamasligi, boshqasi. Best firmaning mahsulotlari. Ketdik ko'chaga. Xo'p, nejavika skameykalarimiz. Ozgina cholishlari bor. Ya, chiroyli holatda qo'yildi. Ko'chada ishlarimiz ketyapti. Modasi bo'lmaydigan skromniy fason qilinyapti, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Telefon raqamlarimizda kutamiz sizlarni, xudo xolasa. Xonadoningizga yarashgan narsalar chiroyli qilib olib borib yetkazib o'rnatib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.